Havas qilganlar bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Yuz qo'ying. Sho'rob nima qilyapsiz? Bu xonadonimiz bitgan, xudo xolasa. Hop. Hayotimiz bilan yurishganmi? Bu xonadonimiz bitgan ekan, borkalarni qilib bitta pashaga himoyalarni qo'yib beringlar dedi. Oxiriga eshiklarni, servisini, guruhlarni ko'rib, bitta pashaga himoyalarni, setkalarni qo'yib beramiz. Endi shunday remontni pashachi bo'llar, qora bo'lmasligi uchun endi himoya qilinadi, xudo xolasa. Biz marta bitirib chiqqanimizdan keyin ancha muddat ko'rib turib ustalashadi, baribir eshiklar o'zgarib qolishi mumkin. O'shancha bitta servislarni qo'yamiz, to'g'ri? Xonadon egasi ko'rib chiqishi lozim. Hop, havas qilganlar bo'lsa bitta like bosib qo'ysin. Hammaga ham shunday uy solish nasib qilsin. Baquvvat. Tashqarida issiqlik normal yuryapti. Lekin yopilsa 60-70% ga issiqlikdan ham to'sadi, shomni ham to'sadi. Oynalar ham negativchi oyna bo'lgan. Quyoshning zararli nurlarini issiqlikni o'tkazmaydi, lekin yorug'likni tengating o'tkazadi. Endi batga pashadan himoya. Masketni setka deyiladi. Bu high-tech. Oddiy setkaga nisbatan romga ziyon yetkazmasdan yatlarni teshib qatirilgan. Endi qimmatroqga qimmatligi eshiklarga setgandan keyin boramga qilib qatirmasligi edi. Bu xonadonimiz eng premium sifatida hamma ishlar bo'lgan. Bitta eshik emas, o'zi dizaynni ko'rib turishlari mumkin. Shu xizmatlardan ham bilsa bo'ladi, Innovani faqat sifatli qadrlovchilar tanlaydi. Narxi bas, sifat. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana Sho'rob xizmatda nomerlar mana orqasida. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga sifat kerak bo'lsa, sifat bizda bor.